Abduqodir Husanov Belarusda ham, Lansda ham, O'zbekiston terma jamoasida ham 3 markaziy himoyachilik sxemada muvaffaqiyat qozongan. Shu jihatdan olsak, go'yo Manchester Cityda adaptatsiyasi qiyinroq bo'lishi kerakdek. Lekin shu bilan birga Guardiolaning so'nggi 2 yildagi sxemasi odatiy 4 himoyachilik strukturalaridan farq qilishiga ham ahamiyat berish lozim. City, Liverpool yoki Real kabi 2 markaz va qanotlarda an'anaviy fullbeklar bilan o'ynamayapti. Biroz murakkabroq. Pep Guardiola shogirdlari qog'ozda 4-3-3 bo'lsa ham joylashuvida biroz farq qiladi. Aldamchi fullbeklar degan pozitsiyani ham aynan Guardiola keng qo'llay boshlagan. To'p bilan 2 xil rotatsiya bor. Birinchisi qanotdagi Rico Lewis yoki markazdagi Akanji markazdagi tayanch yarim himoyachidan biriga aylanadi. Ikkinchisi yoshga Guardiola qanotda ancha oldinga chiqib himoyada yana uchlik paydo bo'ladi. Shuning uchun Guardiola odatda himoyada 3 ta, hatto ba'zida 4 ta markaziy himoyachi profilidagi futbolchilardan foydalanishni odat qilgan. Dias, Walker, Akanji, Ake, Guardiola nomzod ko'p bo'lsa-da Husanov debyuti ko'p kuttirmasa kerak. Shuningdek, Walker, Ake va Stoneslar yoshi ancha o'tdi. Klub ularni sotish haqida ham o'ylay boshlagan. Transferga Pepning o'zi rozilik bergani va yaxshi pul sarflagandan kelib chiqsak, Husanov profil jihatidan aynan kerakli futbol sifatida baholangan. Ko'p taqqoslama jadvallariga qarasak, Husanov ustunlik va kamchiliklar borasida City'dagi boshqa himoyachilardan mutlaqo farq